avtosalondan eng kamida $1000 arzonligi ko'rsataman. Okalar, avtosalondan yengida emassa naqd pul olaman desanglar $8000 ga chiqadi. Nomerlari bilan sizlarga taxminan $8500 ga tushadi. Men sizlarga 2026-yilda emasda tayyorini avtosalondan eng kamida $1000 arzonligi ko'rsataman. Orqa fol-sferali qoraytir tonirovka qo'yilgan, mashina to'liq variantda izolyatsiya bo'lgan okalar. Salonlari ham yangi bo'lib turibdi, hali hidlari ketmagan, patologlargacha apishga qilib qoraytir qo'yilgan. Mana bunaqa zvezdali barlargacha ustunovka qo'yilgan, original Malibu ustunovka bo'lgan, Malibu bo'lchak, besprovodnoy zaryadkalari bilan. O'zini halol yurgan pridaga 7000 km bo'libdi. Linoleum poliklarga hisob qo'yilgan. Mana bunaqa yaxshi qimmat chexollar taqilgan, o'zini yastovchalar bilan mana bunaqa putlargacha ustunovka qilib qo'yilgan, perforatsiyali yopishib keladi. Oynalarigacha elektronlik qilib qo'yilgan okalar. Bu xolasa olasizlar, hech qanaqa xarajat qilmay mazza qilib haydaysizlar. Shu mashinani kim olsa ham, bo'lgan odam bu xolasa yutuvda, oldi faralagacha ustunovka qilingan, gerifli labo'ylada hech qatida hech qanaqa kamchiligi, aybi yo'q, olib mazza qilib haydaysizlar. Ustinglarni olib kelib, ko'rsatib, tekshirib bemalol baraka qilib ketsanglar bo'ladi. $7400 bo'lsa, berib yuboramiz, olib foydalanib qolinglar okalar.